er xiyonat qilsa, kim aybdor? Xotin aybdormi? Yo'q. Hozir bir zumda xotini yaxshi gapirmagan, yaxshi muomala qilmagan, xotin o'ziga oro bermagan, o'ziga qaramagan, xullas haligi tarlata aylantirib gapirishaveradi. Nima emish? Energiya bermaganmish. Xotin energiya bermagan. Allohdan energiya olmagan, dinidan energiya olmagan xotindan oladimi energiyani? Haqiqiy energiyani erkak kishi dinidan oladi. Allohdan qo'rqadi. Diniga amal qilmagan, Allohdan qo'rqmagan erkak u xotini energiya bersa bermasa, energiyaga ko'mib yuborsa ham 380 voltli energiyalarda hammasini o'sha erga ulab qo'ysa ham baribir xiyonat qilaveradi. Allohdan qo'rqmasa boru, Allohdan qo'rqmasa 4 tosh devorning ichiga, betonni ichiga qamab qo'ysiz, ana shunda ham xiyonat qilaveradi. Ya'ni xayolida bo'lsa ham xiyonat qilaveradi. Xotini o'ziga qaramagan ekan, palon ekan, po'kin ekan. Allohdan qo'rqmasa, dunyo go'zali bilan yashasin. Dunyo go'zali bilan. Bundoq qilib aytganda, Malika Kleopatra bo'lmaydimi? Baribir xiyonat qilaveradi. Hech kamida xayolida xiyonat qiladi. Chunki u Allohdan qo'rqmaydi. Allohdan qo'rqmagan odamga energiya ta'sir qilmaydi.